Assalomu alaykum ukalar, qarshilarda ikkita labimiz tayyor holatda. Xo'p, bularga biz furgo o'rnatib berganmiz. Ikkalasini ham balandliklari, davlat standartlari, harakat xavfsizlik talablariga mutlaq javob beradigan razmerda. Pol qismidan tom qismigacha 1.50 bo'lgan, kabinasidan tepadan chiqib turish razmeri 47-50 sm bo'ladi. Alkofonlarimiz har doimgidek mikron 21 mikron bo'ladi. O'zingizlar guvoh bo'lishingiz mumkin va bizning brendimizga tegishli bo'lgan nержавейка yashiklarimizni qo'yib berganmiz. Juda ham bir akkuratni ochilish yopilishlari, o'zingizlar guvoh bo'linglar. Ochganingizda sizlarni ikkita xona kutib oladi. Birida akkumulyator uchun va ikkinchisida qanaqadir mashina uchun kerak bo'ladigan ключlarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Orqa tomonlari furnituralarga e'tibor berib qo'yasizlar. Eng zo'ridan sifatlisidan qo'yib berilgan. Ochilish yopilishlari ham juda ham mustahkam va chiroyli va yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Ichki tomondan ko'rinishlari, ichlarini polni germetika bilan germetizatsiya qilib berilgan va fanerimiz keladigan bo'lsak, oldi ikki yoni pol qismi oltili bo'ladi. Patolog va eshigining ichkari qismi to'g'ri bo'ladi. Yondagini bitta ko'rsatib o'taman. Yondagilari ham juda ham bir ajoyib. Ochganingizda bu ham rossiyskiy pressovniy faner bilan обшивать qilib berilgan. Bitta uzog'idan ko'rsatib o'tamiz. Bamperlar bilan birgalikda va kechqurun yurganda atrijat qilishlik uchun atrijatni nakleykalargacha yopishtirib berganmiz va ichki qismi yorug' bo'lishligi uchun sim tashab ketganmiz. Akamiz o'zlari o'rnatib oladilar. Shu o'zlari kerakli yoqqan plafonlarni. Mana bu yoqqa akkumulyator yashiklarini qo'yib berganmiz. Ukalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ushbu video obzorimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishinglarni va bizani qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.